Ha, o'g'iltoy, sen meni boy qilasan. Endi bitta shokolad ekan, rozi bo'lasiz. Ha, o'g'lim dars qilyapsanmi? Ha, dadajon dars qilyapman. Bunaqa ruchkani qayerdan olding, o'g'lim? Sinfdoshimniki dada unga sezdirmasdan sekingina olib qo'ydim. Ha, o'g'iltoy, juda pishiq bo'lasan-da. Kelajakda juda ishbilarmon bo'lasan-a. O'g'lim? Nima uchun olding buni? Birovning narsasini so'ramasdan ruxsatsiz olinmaydi. Agar yana shunaqa qilsang, bu safar jazolayman. Bunaqa ruchkani qayerdan olding, o'g'lim? Sinfdoshimniki dada u sezmagan payt sekingina olib qo'ydi. Nimaga birovning narsasini so'ramasdan olasan? Bu o'g'irlikka kiradi, bilasanmi shuni? Avval ham ogohlantirganman seni. Agar yana bir marta bu hol takrorlansa, keyingi safar juda qattiq jazolayman. Tushundingmi? Bu ruchkani ertaga egasiga aytib ber. Otajon rahmat. Bergan tarbiyalaringiz sababli men shu darajaga erishdim va mana bu avtomobilni siz uchun sotib oldim. Bu mendan sizga sovg'a, otajon.